Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bu Kamron Diresa YouTube kanali. Do'stlar, kecha qo'ygan videoyimiz unday ko'p yaxshi yomon emas. 300 nafar inson ortiq insonlar ko'ribdi. Bu albatta shu videoyimni undan ham ko'proq inson ko'rsin niyat qilib qolaman. Mana do'stlar, yana bir oddiy o'ynab ko'rsataman. Ilojim qancha do'stlar, o'sha kecha undan oldin ko'rgan videolarimda aytgandek videolarda internet muammosi bor, nimagadir ishlamayapti. Do'stlar, Bappe jarohatlandi. Internet bor payti bir o'ynagandik, Bappeni jarohatlab qo'ydik. Hop. Do'stlar, yaxshi. Bibs kelib turibdi. Buni summasi do'stlar, sizga $1 bo'lsa bo'lardi. Sizga mana shu Pirs bu 300 ming, 200 minglar atrofida pul turadi. Buni sotib olish do'stlar. Maslahat sotib olib berishim ham mumkin. Agar kim komment yozadi, keyin sotib olib beraman. Do'stlar, men yerga transfer kelib turibdi. Kecha Yamal bor edi. Bu yerda endi Mikopaz, Chalqan o'g'lu, Locatelli, Mirdiyama degan futbolchi bor ekan. Di Marco Martinez, bu yerda Barella bilan Vinicius Junior kelib turibdi. Vinicius Juniorga men ham muxlislik qilaman do'stlar. Mana bu yerda o'ynalgan shunga oddiy o'yin bilan ko'rsataman. Mana soatdan ko'rishingiz mumkin. The fans take this. They're going attacking with a 4-3-3 formation. Albatta do'stlar, tanga olmasam yozsangiz bor. Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz, Telegram kanalim Saka at pace. pastdagi kommentariyada bo'ladi. He comes forward with the ball. Oh, there's an opening here. Oh, that was a real chance. Yomon zarba emas. That first shot missed the goal. They'll have to sharpen up. Va o'yin boshlangan aytishimiz ketibdi do'stlar. O'yin boshlangan. He's confident on the ball. Hop, Ronaldoga pas. Ronaldo Rafael Leao. No, it's Leao. Great reflexes. He reacted to that long distance shot. That's a great ball in. Videochilar juda ko'p ko'ryapman. Judalar clears the ball to safety. Hazil qilib, kulib, zo'r videolar chiqarishyapti. Prosmotorlar juda bomba portlab ketyapti. What an opportunity! It's Cristiano Ronaldo. Well, they've taken the lead, and I wonder now whether that will give them some momentum for another goal. Kutib qolaman, ko'proq inson ko'rsin. Oh, what a pass! Agar meni videomda poor ball there. Men kuldira olmayman, lekin sizlarni mana shu dilsiz o'ynashni He's got control of the ball. Istayman. He's got the ball and is in full sprint. What an opportunity! A team effort, the shot only finds the side of the net. Saka emas bu. Hop, yaxshi, Rafael Leao to'pni urarmikan? Headed on. Rafael Leao tezlikda. He's moving fast with the ball. Ozgina grib bo'lgan. He just mistimed that header. Ishlashi mumkin. Va oxir shug'ul. Hop. Saka at pace. Yaxshi harakatlar. Dribbles with the ball. Ajoyib. The goal is beckoning. Va bir futbolchi to'xtatib qoldi. He's won the ball back. Rafael Leao. Moving down the flanks here. Rafael. What a chance. The player was tripped in the box. Penalty. Mana shu do'stlar, kelinglar bir narsa qilamiz. It's been decided. Someone else will take this penalty. Va ajoyib to'g'ridik. Abduqodir Husan muxlislar bo'lsa bitta like bosasizlar va obuna ham bo'lasizlar. Va komment yozasizlar, men Abduqodir Husan muxlisman va hammasini bajardim. Yoki Abduqodirga olg'a. Do'stlar, sizlarga bir ma'lumot aytmoqchiman. Dilasa o'zining Instagram kanalida men ko'rdim, yangi qizil rangli futbolchilar kelar ekan va uni bir ko'rinishcha, ozgina 90% ko'rinishcha O'zbekiston bayrog'i va u qizil karta. Some players will be glad to hear the half-time whistle. I don't think I've ever seen defending this bad. Surely the tie has been decided. He's read that one absolutely perfectly. Yaxshiroq bilib olishingiz uchun.
He's gone for it. He just couldn't keep it down. He's racing ahead with the ball. Leao scores. What a fantastic goal. It means a lot to the player. It should give him the confidence to grab more. Bir narsa aytib qo'yaman, shu video mana Confident pass. uni 24 ta qo'yilami, nechida qo'yiladi bilmadim, lekin nechida Cristiano Ronaldo yozib qo'ying. Keyin He's running at the opposition. albatta 1 minutda birdan bitta odam They're moving the ball forward. balkim akkaunt berib yuboradi. No, it's Leao. Shunisi ham bor do'stlar. Yaxshi. Won the ball. Kamil juda chiroyli. Who was that ball to? Ma'lumotlar yozsa va unga ham bir akkaunt Cristiano Ronaldo. kuchaytirib beramiz. He loves to run with the ball. Qo'ldan kelgancha do'stlar. What a chance. Sakadan yomon zarba bo'lmadi do'stlar. Not letting up. They want to score more and more goals. Yo'q do'stlar. An accurate pass. A strong tackle. Sakada to'p. Saka at pace. Va Rafael Leao with a finish. Ajoyib. Sakadan That goal, his second of the match. Bosh bilan yaxshi aniq zarba gol. It's with the defender now. Sizmi? Obuna bo'ldingizmi? Videoni ko'rib turib. Cristiano Ronaldo. Mana endi do'stim. Aynan siz. Oh, a chance now to turn defense into attack. Katta bo'lishi mumkin, mendan yoshingiz kichkina bo'lishi mumkin. Do'stlar, It's mana shu Saka. videoyam He's darting forward, using the width of the pitch. yoshimni aytaman. He's on the move. Agar yig'masa, 4000 like yig'sa, yuzimni ko'rsatishim mumkin. Oh, not the best header there. Juda qiziq gap bo'ldi. Uses his head. Haqorat qilgan insonlar bor bu videoni ko'rib. Yaxshi deyotganlar bor. Yaxshi deyotganlarga rahmat, kattakon rahmat. Inshaalloh sizlar meni maqtayotgan bo'lsangiz, He got his body in the way. hammasi yaxshi bo'lsin. Bu yerda albatta oddiy He's really stood out in this match, but they're taking him off and putting some fresh legs on. It's opened up. Va Mbappe hozir yomon emas. Mbappe gol urib qo'ydi deb o'yladim do'stlar. Va menimcha The referee calls time on this friendly. Both teams have been put through their paces and are raring to go. Lekin albatta do'stlar, mana Rafael Leao 9-7 ball, 2 gol, bitta assist, gollar yaxshi qildi. Do'stlar, yaqinda chempionat bo'ladi, chempionatda qilamiz. Xo'p do'stlar, kattakon rahmat. Videoga albatta like bosgan bo'lsangiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta hozir qilib qo'ying. Qani endi qilib qo'ying. Kattakon rahmat. Ana Ogoxonda mana bular olib berish xizmati ham bor. Tez komment yozsangiz yoki Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz, shuni anaqa qilamiz do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.